Oldin qitim bu yerda tamoq yeb, bu yerdagilar bilan yaqin bo'lib ketdim deb o'ylab qolgan Jek o'zining eng shushan kiyimlari bilan Rosni izlab keldi. Ammo shushanlik oqmay kelib ichiga kira olmaydi. Amalsiz qolgan Jek xalqning hozir kiyimidan birini o'g'irlab, boylar rayoniga so'qilib kirib Ros bilan ko'rishdi. Endi ko'rsak bo'lmaydi Jek, keting tezroq yenimdan dik. Nimishqa bundaq deysiz Ros? Sizning bilingiz nimdaq bo'sh? Ichimni siqmay keting-a o'sh, qarg'a tegsam yeyma go'sh. Ajabo bizning muhabbatimiz hech nimaga arzimamda. Kelgusidagi ishqi tang tirsak bo'ladi-ku. Dadamning yosh vaqtida eshitimiz yo'qdi-ki. Mana hozirmi eshitimiz yo'q. Mana men birovdan eshitimsiz yashayapman. Kim biladi, men paraxotdek cho'kib ketamdi. Singini o'ylab ketib qolsa, siz nada, men nada? Bir kun bo'lsa xo'shal yashaganga yetamdi. Ros Jekning bu o'rinliq gaplarga pisand qilmay asla ketib qoldi. Hamda tamoq yeyotib, oyamqa bolning gaplari xili o'rinliq deb qilamdi nima deb Jekni izlab boradi. Mana qizlar uchun kinoning eng romantik, eng payziri dal musha edi. O'g'illar uchun bo'lsa, kayni gap qo'ydim, sal turib chiqdi, ha? Odam yo'q yaga berib, oldirmay turib ko'ringlar. Hey, sat payziri kelganda o'zib etdingiz-ku. O dedi-ku, o'g'illarning sal turib chiqdi deb oldirmagina. 2 soat yoq so'zlab angushtarning bir meg'izga chiqimdi-ku. Asli bu mo'mayning kichik dardi qistab ketgan bo'lib, o'pirnidan chiqib hikoyasini davomlashtirdi. Ros Jekni o'ziga sidamsizmi rasmdan birini sizab berishni talab qildi. Uzun yil mosaika sizab qo'lni ravrus kundirgan bu yigit bundoq yo'g'on mosaikani ko'rib, intoyin astoydillik bilan sizavatdi. Ros bo'lsa o'zining bo'g'is erining Rojer uyida uning to'yiga qo'ygan angushtarni bo'yniga taqab turib, qiqos rasmni sizdirib olgandan keyin buni loyiqiga ko'zitish uchun uning bexatarlik sanduqiga sep qo'ydi. Rasmni voyaga yetkazib sizib bo'lgan Jek o'zining rassamla bo'lib qolmay, yana ko'ni shopir ekanligini Rosga aytib, uni mashina haydashga taklif qildi. Hamda mashinaning ichida ilm tahsil qilishga boshlaydi. Mashinaning ichida yolg'iz qilib ilm tahsil qilamdik-a? Shu emasmi? Meningcha cho'qim ziyon chekyapti-da. Vaya, menga nima? Bo'lmasa ashta tuman bo'lib ketamdi-chi. Bu chaqda kar o'jiriga yetib kelib, bexatarlik sanduqidagi Ros qoldirgan bir parcha xatni tepib oldi. Xatda yeshil chapkingizni ishkapning ichiga yesib qo'ydim deb yozilgan edi. Buni ko'rgan kar qattiq g'azablanib, Jekka bo'ktan chaplab, uni ko'zdan yo'qotmoqchi bo'ldi. Bu paytda Jek bilan Ros pol ustida muhabbatning qaynimiga cho'nqur cho'kayotdi. Siz meni rostla yaxshi ko'ramsiz? Albatta. Menga va'da bering. Shundoq va'da berayki, bir ig'iz gapim yog'gan bo'lsa, suvga g'arqib o'lay. Yo'q, og'zingizni ushitmang. Amsa ma paraxot taq so'qilib ketsin. Dal bu chaqda ularning o'yinini ko'rayotgan ikki jibar xodimi ong vaqtliq qilib ko'z oldidagi g'oyat zo'r mustaqni kechikib payqaydi.